O'sha rizq, o'sha mashinniklar topayotgan rizq ularning rizqi. Lekin olishda ham agar o'shani mashinniklik qilib olish mumkin. Halol yo'l bilan qilsa, ozgina uzoqroq lekin keladi o'sha pul. Bu bil, bu kolokolchik, bu xudo ting qiladiki, что ana shu 500 ming dollar senga keladi. Lekin qanday olish seni ixtiyoringda. Hozir men kabinetimga keladi, masalan 500 ming dollar ko'tarib qilaylik. Men tushuntiraman, do'stim deyman, mining olmoqchisan, mining bu uzoq muddatli investitsiya, hozir sotib keyin qiladigan narsa emas. Menga выгодно-ku sotib olsa, hozir men pul ishlayman-ku, lekin men bunday qilmayman. U odamni maksimum u tarafdan bilib gapiraman. Естественно, bu doveriyani ham oshiradi unga nisbatan-da. Tushuntiraman, o'shandan kelib chiqib qaror qabul qilsin deyman. U odam polnis tushunsin, qorani qora, oqni oq deyman. Bir xil nima deydi? Rangni o'zi ajratsin deydi. Buni emas, tushunish kerak, shu u odam ham mehnat qilib kelyapti. U odamning ham orqasida bolasi, chaqasi o'tiribdi, kutib. O'shani qo'yib, keyin bilaman, shu 500 ming dollar beryapman, значит, bu seni rizqing, lekin qanday olishing seni qo'lingda bo'ladi. То есть o'zing bilan, то есть shunaqa xod qilish kerak.